Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Hurmatli tinglovchim, bugun sizlar bilan pulsizlikdan xalos bo'lish yo'llari haqida gaplashamiz inshaalloh. Bu suhbatimiz siz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Ko'pchilik insonlarda pul muammosi bor. Aksariyat insonlarda pul muammosi bor va pulsizlikdan qiynaladigan insonlar odatda o'ylashadiki, meni puldor, boy bo'lishim uchun menga ma'lum bir imkoniyatlar kerak. Buning uchun meni ota-onam ham boy bo'lishi kerak degan fikrlar borda. Lekin aslida sizni puldor bo'lishingiz, sizni boy bo'lishingiz hech kimga bog'liq emas. Va bu sizni, demak, pullik bo'lishingiz bu sizni o'zingizga birinchi navbatda bog'liq. Oldin men ham shunaqa o'ylaganman. Pul bo'lishi uchun menda qanaqadir sharoitlar bo'lishi kerak deb o'ylaganman, lekin Allohning izni bilan ilmlar olib men ham mana shunday pulga nisbatan fikrlarimni to'g'irlab katta pullarga ochilishga muvaffaq bo'ldim, alhamdulillah. Xo'sh, nima demoqchiman? Demak, sizni puldor bo'lishingiz uchun eng birinchi navbatda sizni o'zingizni fikrlaringiz, gumonlaringiz o'zgarishi kerak. Ishoning, toki sizni fikrlaringiz, gumonlaringiz o'zgarmas ekan pul haqida, sizni boy bo'lishingiz, katta qarzlardan xalos bo'lishingiz bu judayam qiyin ish hisoblanadi. Va hozirgi kunda sizda pulsizlik holati kuzatilinsa, siz har qancha harakat qilmang, siz har qancha ko'p ishlashga urinmang, baribir siz xohlagan summaga erishishingiz judayam qiyin bo'ladi. Chunki harakatni faqatgina jismoniy harakat yetarli emas sizni katta pullarga ochilishingiz uchun. Buning uchun albatta birinchi navbatda ong ostidagi ma'lum bir to'siqlardan xalos bo'lish kerak. Toki siz mana shu ong ostidagi keraksiz dasturlardan xalos bo'lmas ekansiz, sizni katta pullarga ochilishingiz judayam qiyin bo'ladi. Va bilasizmi, katta pullarga ochilish uchun eng asosiy narsa bu sizni katta pullarga tayyor bo'lishingiz. Agarda siz katta pullarga tayyorlanmay turib katta pullarga erisha olaman desangiz judayam katta xato qilasiz va sizga hattoki lotereyadan katta pul yutug'i chiqsa ham siz unday pul yutug'ini darhol yo'qotishni boshlaysiz. Judayam katta pul yutug'i chiqqan holda ham deyarli 1 yilga borib yetmasdan u puldan sizda asar ham qolmasligi ehtimoli judayam katta. Xo'sh, pulsizlikdan xalos bo'lish uchun biz eng birinchi navbatda ong ostimizdagi dasturlarni to'g'irlashimiz kerak. Toki siz mana shu ong ostingizdagi dasturlarni yo'qotmas ekansiz, siz doim qayta qarzdorlik holatiga tushasiz. Siz qayta pulsizlik holatiga tushasiz. Doim sizda pul muammosi bo'ladi. Pulsizlikdan qiynalib yashaysiz. Lekin aynan mana shu pulsizlikdan xalos bo'lishni aniq yechimlari bor, ishoning. Misol uchun siz shuncha yildan buyon harakat qilib yashayotgan bo'lsangiz katta pullarga ochilish uchun, lekin baribir ochila olmagan bo'lsangiz, bu sizga yaqqol misol. Ya'niki faqatgina jismoniy harakat bilan katta pullarga erishish imkoni deyarli mavjud emas. Faqatgina biz, demak, ruhan katta pullarga tayyor bo'lganimizda, ya'ni ong ostimizdagi dasturlarni o'zgartirib harakat qilganimizda biz katta pullarga oson va yengillik bilan ochilishimiz mumkin. Aslida katta pullarga ochilish siz o'ylaganchalik qiyin emas, ishoning. Ko'pchilik o'ylaydi-ku, katta pullarga ochilish qiyin, pul topish qiyin deb o'ylashadi, lekin aslida agar sizda kerakli bo'lgan bilim bo'lsa va mana shu bilimlarni hayotingizda qo'llay olsangiz,
siz katta pullarga osongina ochila olasiz. Agarda siz ham pulsizlikdan xalos bo'lib, katta pullarga ochilishni xohlasangiz, hayotingizga qanday qilib pullarni jalb qilishni yo'llarini o'rganishni xohlasangiz, doimiy pulsizlik muammolaridan, qarzdorlik holatidan xalos bo'lishni xohlasangiz, unda men sizni pullarga ochilish seminariga taklif qilaman. Bu seminar atigi 149 ming so'm. Men o'ylaymanki, bu har bir inson uchun juda ham ajoyib imkoniyat. Tasavvur qiling, siz qayta pulsizlik holatida tushganingizda siz qancha siqilasiz, o'ylanasiz, xavotir olasiz va tabiiyki stressga tushib qolishingiz mumkin. Lekin siz mana shunday holatda tushib yashashingiz shartmikan? Siz doimiy ravishda pulsizlikdan qiynalib yashashingiz shartmikan? Sizda demak mana shunday imkoniyat bor. Katta pullarga ochilish kursiga qo'shilib, pullarni hayotingizga qanday qilib jalb qilish sirlarini o'rganib olasiz. Albatta mana shunday imkoniyatdan foydalanib qoling. Narxi atigi 149 ming so'm. Kurs davomida sizni katta pullardan to'sib turayotgan noto'g'ri dasturlarni ko'rishni boshlaysiz. Ya'ni mana shunday sizdagi bor bo'lgan dasturlar bilan tanishib chiqishni boshlaysiz hamda katta pullarga ochilish amaliyotlarini qo'lga kiritasiz. Marhamat, kursda ishtirok etishni xohlovchilar, men sizni kursimda kutib qolaman. Pastdagi berilgan ma'lumotlar orqali men bilan bog'lanishingiz mumkin.